Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ellikqal'a tumani Bo'ston shahrida Bek Med Servis degan yangi klinika ochildi do'stlar. Bu klinikada hamma narsa zamonaviy, hamma uslubi mavjud do'stlar. Bu yerda bemalol nafaqat davolanishingiz, ya'ni dam ham olib ketishingiz mumkin. Kak sanatoriya do'stlar. Bu klinika o'zimiz Temur bilan ikkalamiz 7-chi yerda lichinalarni olib dam olib chiqdik. Yana xudo xolasa otdim bo'lib yana xizmatlaringizga tayyormiz. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, hammangizga tavsiya qilamiz do'stlar. Bu klinikada hamma narsa zamonaviy texnikalar, Germaniyadan olib kelingan texnikalar mavjud do'stlar. MCKT deysizmi, UZI, undan keyin massaj, fizioterapiya, ozonoterapiya, hamma narsa bor do'stlar. Doktorlari Toshkentdan kelgan Gulya Tulkinova degan professor, vrach bor. Liboy kasalligingizga davolaydigan Toshkentdan kelgan professor, vrach Gulya Tulkinova degan vrach ishlaydi bu yerda do'stlar. Usloviyalari, xizmatlari hammasini gap bo'lishi mumkin emas. Hammangizga tavsiya etamiz do'stlar. Neda bo'lsangiz ham bemalol kelib shu yerda statsionarniy lichinasangiz ham bo'ladi. Kelib o'zingizni diagnostika qildirib bemalol назначение olib ketsangiz ham bo'ladi. Vaqtingiz bo'lsa, yotaman desangiz, yuqorida statsionarlar ham bor do'stlar. Yana Bek Med Servis. Temur lichinadan chiqib o'tdi. Gap yo'q lichinaga. Mana o'zingiz bir hafta shu yoqda bo'ldik. Rashid bilan birgalikda lichinalar O'zgarishlik bo'ldi. O'zgarish Chotki bo'ldi, ha? Hammasi gap yo'q. Xizmati doktorlar kelgan ekan, professor doktorlar bor ekan. Toshkentdan kelgan doktorlar. Grija bilan ko'p kelganlar bo'ldi. Hammasini ko'rib o'tiribmiz. Lichina bir hafta ichida yurib chiqib ketyapti hammasi. Do'stlar, klinika вообще zamonaviy, современный, евро remont etib, dizaynlar ham zo'r berib, elitniy klinika deb aytilgan do'stlar. Hamma Ellikqal'ada Bo'stonda bunday yer bor deb o'ylamadim. To'g'risi sport zallar ham bor, sport plashatkilari, hamma narsasi bor do'stlar. Bemalol kelib, shu yerda hordiq chiqarib, sog'ligingizni tiklab yetsangiz bo'ladi do'stlar. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Bemalol kimi qiziqtirgan bo'lsa, bundan keyin Urganch, Toshkentda bilmaysizlar, kelaverasizlar. O'zimizni Bo'stonda klinika, sport zallarini, begovoy дорожкалар, turniklar, meshoklar, hamma narsa bor do'stlar. Velosipedlari, sog'ligingizni nov istasa, shuni bu yerdan topsangiz bo'ladi do'stlar. Hammangizga tavsiya etamiz. Yuqorida statsionari bor. Tak. Bir de ringillar bor. Germaniyadan kelgan ringillarni. Bu yerda bazı klinikamiz yopildi. Shu doktorlar уже ilib ketgan. Lyuks xonalarni ko'rsatib beramiz yuqorida. Yine shunga o'xshagan doktorlar davolaydi bu yerda. Do'stlar, ikkinchi etaji. Bu yerda statsionarlar, lyuks bor, pollyukslar bor. Lyuks, biz aytgan lyuksimiz. Ko'rib turibsizlar, sanuzel, vanna dushevoylar. Smart televizorlar 4.95 dan yotib tomosha qilib yotaverasiz bu yerda. Hamma narsa yaratiladi. Так, ovqatlanish уголка. Zimoliyada konditsionerlar, palata, lyuks klass. В общем, do'stlar, hammangizga tavsiya qilamiz. Urganch, Toshkentda bilmaysizlar, o'zlarimizning Bo'ston shahrida joylashgan Bek Med Servis klinikasini hammangizga tavsiya qilamiz do'stlar. Do'stlar, bu yerda yana MCKT, ya'ni kompyuterli tomografiya bor. Polni kelib o'zingizni diagnostikangiz bo'ladi. Germaniyadan keltirilgan MCKT apparati.
Assalomu alaykum. Avvalambor Qoraqalpog'istonning dasturxonli, mezbonli aholisiga avvalambor rahmat. Shunaqa mehmondo'st yurtiga meni taklif etib, shunday perfeksioz, yangi innovatsion usullarida ochilgan tibbiyot maskaniga shifokor sifatida Toshkentdan taklif qilgan shu klinikaning asoschi insonlariga. Qolaversa, barcha Qoraqalpog'iston aholisiga men o'zimni bilimimni, samarali mehnatimni, tajribamni, o'zimni sohamga yarasha bo'lgan barcha qo'limdan kelgan yordamni tibbiyot tomonidan mehmondo'st Qoraqalpog'iston xalqining barcha kasalliklarini oldini olishda, ya'ni profilaktika qilishda, davolashda va barcha o'zimni sohalarimga mansub bo'lgan yo'nalishdagi tibbiy muammolarni hal qilishda o'zimni qo'limdan kelganicha mehnatimni ayamayman va o'ylaymanki, shu mehnatim natijasida barcha boshlagan Allohimning ilohiy kuchlariga ishongan holda barcha samarali mehnatimizning yaxshi bir samarasini ko'ramiz va yaxshi bir natijalarga va yutuqlarga erishamiz degan umiddaman. Meni ismim Ocheva Gulita Ukinovna, men akusher-ginekolog, endokrinolog, ultratovush diagnostikasi shifokoriman. Oliy toifali shifokor vrachman. Ish tajribam 20 yildan oshiq va asosiy meni professional yo'nalishlarimga mansub bo'lgan kasalliklar bu birlamchi, ikkilamchi bepushtlik, ayol erkaklarning reproduktiv organlarining shamollashlari va barcha spetsifik, nespetsifik infeksiyalarga chalingan kasalliklar, ya'ni salpingofarit, metroendometrit, bachadon bo'yinchasini kasalliklari va barcha birlamchi va ikkilamchi bepushtlikka olib keladigan endokrin masalali problemalarni yechish meni sohamning doirasiga kiradi. Shu qatorida aytib o'tganimdek, birlamchi, ikkilamchi ayol va erkaklarning bepushligi, ya'ni infertilность deyiladi, spetsifik va non-spetsifik reproduktiv organlarning infeksiyalari, to'rch infeksiyalar bilan kasallangan holatlar, endokrin kasalliklar, shularning gruppasiga kiradi qalqonsimon bez kasalliklari, oshqozon osti bez kasalliklari, ya'ni qandli diabet 2-tur, semizlik, ozg'inlik, homiladorlikka tayyorgarlik davri, ya'ni predgravidar podgotovka deyiladi. Homiladorlikning 3 trimestrini olib borish va dinamik holatda klinik laborator tahlillar, ultratovush diagnostika tekshiruvlari orqasidan tekshirib olib borish va skrining. Va albatta barcha yondosh kasalliklarning profilaktikasi, davolash va eng asosiysi aytib o'tganimdek oldini olish. Bekmed klinikasi to'g'risida bu yuqorida aytib o'tganimdek juda ham zamonaviy, innovatsion, perfeksioz klinikalarni gruppasiga qatoriga kiradi deb o'ylayman. O'ylaymanki, nafaqatgina Ellikqal'a tumanida, nafaqatgina Qoraqalpog'iston hududida va barcha rivojlangan mamlakatlarning qatoriga qo'yilsa bo'ladigan va talablarga javob beradigan klinika deb aytib o'tsam mubolag'a bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki klinika barcha zamonaviy innovatsion texnik kommunikal apparaturalar bilan ta'minlangan.